Assalomu alaykum. Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Chatqalda shaxta qulab 6 odamni tuproq bosib qoldi. Voqeada bir kishi halok bo'ldi. Endi Qirg'izistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik qilganlarning jazosi yengillanmaydi. Bunday qonunga davlat rahbari qo'l qo'ydi. Batkenning Isfana shahrida og'ir avtomashinalarning yurishi taqiqlanishi mumkin. Cheklov talabi yo'llarning buzilishidan kelib chiqqan. Qirg'izistonda o'quvchilar orasida reketchilik to'xtatilishi mumkin. Bu yo'nalishda onlayn servis ishga tushdi. Ajoyib ixtiro, suvni soniya ichida ilitish apparati ishlab chiqildi. Chatqaldagi shaxtada o'zicha surma qaziyotgan 6 odamni tuproq bosib qoldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Voqea bo'lgan joyda Olabqa rayoni O'rikti qishlog'ining 17 yoshdagi yashovchisi vafot etgan. Qolgan 5 odam jarohatlanmagan. Favqulodda holatlar ministrligi xodimlari borganda u yerda umumiy 50 odam bo'lgan deb yoziladi bildiruvda. Hozirda shaxtada 14 uchastkasida surmani noqonuniy qazish fakti bo'yicha Ichki ishlar ministrligining rayon bo'limi xodimlari tomonidan tekshiruvlar bormoqda. Qirg'izistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik qilganlar jazosini yengillatishga yo'l berilmaydi. Prezident Almazbek Atambayev Jinoyat va jazo kodeksi va Jazoni bajarish kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonunning maqsadi bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda va zo'ravonlikni oldini olish, xo'rlangan bolalarni kompleks ravishda qo'llash choralarini kuchaytiradi. Qonunga ko'ra bolalarga nisbatan jinoyat qilganlar bo'yicha jazoni o'tayotgan odamlarni shartli ravishda muddatidan avval bo'shatish va jazoni koloniyada og'ir rejimga o'tkazishga bundan keyin yo'l berilmaydi. Huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra so'nggi vaqtlarda kattalar tomonidan zo'ravonlikka uchrayotgan bolalarning soni ortmoqda. Qoraquljada qor sababli yopilgan maktab va bolalar bog'chasi qayta ish boshladi. Bu haqda rayon hokimi Qanibek Aliyazov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra og'ir vaziyat sababli ishini to'xtatgan 9 maktab va 5 bola bog'chasi 22 noyabrdan o'z ishini boshladi. Eslatib o'tsak, Qoraqulja rayonida 18 noyabrdan boshlab favqulodda holat e'lon qilinganligi sababli bilim berish mahkamalari vaqtincha o'z ishini to'xtatgan edi. 17 noyabr kuni kechasi Oloyquda qor qalin yog'ib, O'ytal, Qiziljar, Oloyqu, Qapchig'ay qishloq hududlarida qorning qalinligi 1 metrdan oshgan. Endi Qirg'izistondagi maktablarda o'quvchilar orasida reketchilik to'xtatilishi mumkin. Buning uchun Fan va Maorif ministrligi Milliy strategik ilmiy tekshirish instituti bilan birgalikda o'quvchilar uchun onlayn servisini ishlab chiqdi. Unda o'smirlarning ismi-sharifi yashirin bo'lib, maktabdagi hal qilinmagan muammolarni Emertport saytida qoldirsa bo'ladi. Uning asosida maxsus tuzilgan komissiya ko'rib chiqib, ishni tegishli organlarga topshiradi. Saytning maqsadi o'quvchilarning muammolarini hukumat vakillariga yetkazish. Bu qanchalik darajada amalga oshadi? Navbatdagi lavhada. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, O'sh oblasti va shahrida so'nggi 2 yilda maktab o'quvchilari orasida reketchilik fakti ro'yxatga olinmagan. Lekin o'smirlar orasidagi reketchilikning 100dan bittasigina jamiyatga ma'lum bo'lib, ko'pchiligi fosh etilmay qolib ketmoqda. Sababi maktab sha'niga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan o'qituvchilar bu kabi faktlarni ochiq aytishmaydi. Shu bilan birga reketchilik qilgan yuqori sinf o'quvchilarining tazyiqlari ham bunga ta'sir ko'rsatadi. Buni o'smirlar o'zlari ham tasdiqlashadi. Reketchilik o'shanda siyoqlar yozib biz hech kim ayta olmaymiz deb qo'rqamiz, bunday qiladi, bunday qiladi deb maktabdan chiqqanda nima bo'ladi degandan. Har bir shaharda arqil reketchilik, aqcha olish, jana urib ketish ko'p narsalar bor ekan. Bilim berish muassasalaridagi reketchilik kabi noqonuniy ishlar hukumat miqyosida muhokama qilinib, tegishli organlar tarbiya ishlarini qo'lga olish harakatlarini ko'rishmoqda. Aniqroq aytganda, ministrlik Milliy strategik ilmiy tadqiqot instituti bilan birga Emertport saytini ochishgan. Unda yoshlar orasidagi ijtimoiy so'rovnoma maxsus tuzilgan komissiya asosida olib boriladi. Bu yangilik o'quvchilar orasidagi reketchilikni oldini olishi mumkin. Maktabdagi zo'rliq zo'mbuliq har uchurda baldar orasida bo'lishi
мүмкүн. Мындай учурларда алар рекетчилик кылгандарды эч кимге айтышпайт. Себеби аларда коркуу сезими күчтүү. Ошол эле мезгилде бул маалымат милицияга да жетпей калат. А бул сайтка болсо рекетчилик боюнча жазышса тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Masalani hal qilish yo'li topilib, ishga tushirilganiga 1 oyga yaqin vaqt bo'ldi. O'tgan vaqt davomida saytga 2000 dan ortiq o'quvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ularning ko'pchiligi maktablardagi o'qitish usullari qanoatlantiradigan darajada olib borilmayotganligini bildirishgan. Бұл сайт жаштар менен бийликтин ортосунда мост катарында пайдаланылат. Башкача айтканда жаштардын ой пикирини, жаштардын сунуштарыны жогорку бийликтегилерге жеткирүү, өкмөт бийликтерине, депутаттарына, президентке жеткирүү максатында бир иштеп чыгылган. Saytga 14 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari ro'yxatdan o'tib, o'z muammolarini bildirish imkoni bor. Unda o'quvchining shaxsi sir saqlanib, kim ekanligi bilinmaydi. Endi o'quvchilar mazkur saytdan foydalanib, maktabdagi muammolarni bildira olishadi. Ta'kidlab o'tsak, mazkur dasturga respublikadan 12 maktab ro'yxatdan o'tgan. Yaqin kunlarda qolgan bilim berish muassasalarini ham ulash rejalashtirilgan. Internetning qimmatlashini tekshirgan deputatlar komissiyasi Qirg'iz Telekom ishxonasining yetakchisini ishdan olishni taklif qildi. Unda internet bahosiga bog'liq masalada mazkur ishxonaning yetakchisi Emil Ishinaliyevning bevosita aloqasi bor degan sabab bilan xizmatdan olinishi kerakligi aytilgan. Shuningdek, ma'lumot texnologiyalari va aloqa komiteti raisi Baqit Sharshembiyevning javobgarligini ko'rib chiqish taklifi hukumatga berildi. Komissiya tariflarning ko'tarilishi asossiz bo'lgan degan qarorga keldi. To'plangan materiallarni Bosh prokuraturaga huquqiy baho berish uchun taklif qilinadi. Ma'lumotga ko'ra, Qozog'istonlik kompaniyalar tomonidan internet trafigining narxini kutilmaganda keskin ko'tarilishi bo'yicha shartnomalarga Qirg'iz Telekom imzo qo'ygan. Jo'g'org'i Kengashdagi KSTP va UNUG Progress fraksiyalari komitetlarining raislarini saylashda shou uyushtirilgan deb bir-birini ayblamoqda. Parlamentning bugungi yig'inida UNUG Progressning rahbari Baqit To'rabayev komitet raisligiga Atamekendan Saydulla Nishanovni o'tmay qolishiga KSTPni aybladi. O'z so'zida To'rabayev Nishanovni sababsiz o'tkazmaganini ta'kidladi. Budjet bilan huquq komiteti konstitutsiya bo'yicha muxolifatdagi fraksiyalarga berilgan. Atameken, UNUG Progress va Respublika Atajurt fraksiyalari muxolifatda. Kecha Jo'g'org'i Kengash yig'inida ayrim komitetlar raislarini sayladi. Budjet va moliya komitetiga Respublika Atajurtdan Tabaldi Tillayev saylangan. O'sh shahrining kirish qismidagi aylanma yo'lga flagshtok o'rnatiladi. Uning qurilishini KJ Group xayriya fondi qo'lga olib, dekabr oyining oxirigacha qurib berishi rejalangan. U 4 qirrali bo'lib, Abduqadir O'rozbekov, Is'hoq Razaf, Nasriddin Isanov va Sulton Ibrahimovlarning rasmlari qo'yiladi. Tarix va madaniyat yili munosabati bilan qurilayotgan flagshtokning maqsadi tarixiy insonlar xotirasini unutmaslik. Bayroq va qurilish materiallari Turkiyadan olib kelingan. Ta'kidlab o'tsak, flagshtok o'lkaning 7 oblastiga kelasi yillari quriladi. Ularning dastlabkisi Issiqko'lga qurilib, smeta bahosi 4 millionni tashkil qilgan. Ушундай жакшы жашанды 7 дубанга ошо кыргыз мамлекетибиздин туусун көтөрсөк, тарыхый инсандарыбызды даңазаласак деп баштаган болчук. Ошонун уландысы катары ушул мамлекетибиздин экинчи борбору Ош калаасына деп ошо 40 метрлик бийиктиктеги ошо тарыхый инсандарыбыз камтыган. Batken oblastida davlat xizmatiga kirishni xohlaganlar uchun test jarayoni bormoqda. Bunday tanlov hozirda O'sh oblastida ham bormoqda. Unda davlat ishiga joylashuvchi fuqarolar o'z kasbi bo'yicha berilgan savollarga javob berish kerak. Agar tanlovdan muvaffaqiyatli o'tsa, davlat ishiga qabul qilinadi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar yuz berdi? Navbatdagi rubrikada ko'rasiz. Davlat kadr xizmatining Botken oblastidagi vakilligi ishga o'rnashishni istaganlarga tanlov o'tkazmoqda. Testda o'z kasbi bilan bog'liq 60 savol berilib, buning 50% ga to'g'ri javob berganlar ikkinchi bosqichga o'tadi. Ungacha davlat organlaridan kadr xizmatiga bildiruv jo'natilib, bosh o'ringa hujjatlar qabul qilinadi. Xizmatga to'g'ri kelgan hujjat egasi 15 kun ichida testdan o'tishga chaqiriladi. Bu yo'l bilan kadr xizmatiga kerakli ish o'rinlarini to'liqlanmoqda. Test turlarida bu o'sha 60 суроо берилет. 60 суроонун 30 суроо бул укуктук ченемдик актылардан, себеби дегенде мамлекеттик кызматка кирип аткан кызматкер бул биринчиден конституцияны билиш керек. Мамлекеттик жарандык кызматчылык муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам бар, ошону билиш керек. Мындан тышкары эмгек кодексине жана ошого байланышкан
мыйзамдар берилет. Бул 30 суроо. Ал эми 30 суроо бул ошол кайсыл кесип, кайсыл кызматка кирип атса, ошол тармакта берилет. Bugun O'sh shahar kengash deputatlari yashash sharoiti og'ir oilalardan xabar olishdi. Ular yordam tariqasida oziq-ovqat va moddiy yordamlarni olib borishgan. Deputatlar jami 5 oilaning muammolarini eshitib, ularga yordam berishni aytishgan. Ta'kidlab o'tsak, bugungi tadbir xayriya loyihasi asosida uyushtirildi. Yil yakunigacha ijtimoiy tomondan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatiladi. Qaysi bir mekeme uyumiga barib, o'zining ishini chechuvchi bo'lsa, o'zining huquqlarini da yaxshi bilmaydi. Mana shundan shunday o'ta qiynalgan uylarga o'rnina kelib, yetakchilar bilan o'rnida masalalarni chechib berish maqsadimiz bo'lib жатат. Jalobod davlat universiteti filologiya fakultetining talabalari orasida zakovat o'yini uyushtirildi. Unda 5 jamoa ishtirok etib, savollar tarix, filosofiya, logika yo'nalishida va urf-odatlari bo'yicha tayyorlangan. Tadbir maqsadi talabalar orasidagi birdamlikni, do'stlikni va hamjihatlikni mustahkamlash bilan yoshlarning aniq va natijali o'ylanishini orttirishi bo'lib hisoblanadi. Bu yakuniy o'yin bo'lib, g'olib bo'lgan jamoa fakultet kubogi hamda navbatdagi o'yinga yo'llanma oladi. Мамлекеттик университетинде биринчи жолу данышмандын жаңы форматында оюн жүргүзүлүп атат. Буга чейинки барабан менен иштөө жок болчу. Биринчиси, экинчиси, кийинки экинчи, үчүнчү турлары өзгөчөрөөк өтөт. Чем мурунку оюндардан көрө. Dasturimizda dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan davom ettiramiz. Qozog'istonning janubidagi Qaraqir qishlog'ining hayoti o'rta asr hayotini aks ettiradi. Toza ichimlik suvisiz, elektr yorug'isiz, shu bilan birga bu yerga olib boruvchi yo'llarda ham qiyinchiliklarga duch kelasiz. Qishloqda yashash uchun umuman sharoit yo'q. Og'ir sharoitdagi yashovchilar muammosi haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Qozog'istonning janubidagi Qaraqir qishlog'ining yashovchilari bir-biriga bizga sivilizatsiya hali yetib kelmadi deya hazillashmoqda. Ahvolga ko'ra unday kunlarga vaqt hali oldinda. Muammoning barchasi o'chirilayotgan elektr chirog'i va toza suvning yo'qligi. Mahalliy yashovchilarning aytishicha 70 yildan buyon transformator yangilanmagan. Трансформатор у нас часто горит. Это не кино, часто. Мында трансформатор бат-баттан күйүп көп көйгө жаратат. Бул биринчи жол катталып жаткан жок. Оңдоп келсең 1-2 сааттан кийин дагы күйүп кетет. Жергиликтүү бийлик бул маселенин баарынан кабардар, бирок жыйынтык жок. Аким район полностью знает это. Эта история знает. Mana bu yashovchi transformatordan kelib chiqqan muammo sabab uydagi televizor va muzlatkich kuyib qolganini aytdi. Qishloqda bu kabi ko'rinishlar o'nlab uchraydi. Yashovchilarning aytishicha yong'in fojialari ham ro'yxatga olingan, ammo mahalliy hukumat tomonidan hech qanday chora ko'rilmayapti. Rayon administratsiyasi ham elektr yorug'i va toza suv bo'yicha muammolarni biladi, lekin negadir hokim zarur ishlari bilan bo'shamaganini xabarlab, xalq bilan uchrashishga kelishni istamay o'rinbosarini yuborgan. Учурда Каракыр айылынын жолдорун оңдоо иштери башталган, бирок бул конушка кезек жете элек. Кезеги келгенде баары оңдолот. Ал эми электр жарыгы үзүлтүккө учурап жатат деген маалымат жалган. Вот считай, в 14 году я писал. Qishloq aholisi mahalliy hukumatdan yordam kutishni hech foydasi yo'q ekanini aytishyapti. Shu boisdan yashovchilar yig'ilib oblast hukumatiga murojaat etishni ko'zlashmoqda. Hindistonning Vadodar shahridagi daryoning sohiliga timsohlar chiqib aholini xavotirga solmoqda. Mahalliy yashovchilar bu vaqtgacha bunday ko'rinish bo'lmaganini aytishmoqda. Shunchalik ko'p yirtqich hayvonlarni qayerdan kelgani hozircha noma'lum. Hozirda bu voqeani tomosha qilish uchun minglagan odamlar bu yerga yig'ilgan. Hindiston g'arbida joylashgan Vadodara shahri ayrim hollarda shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu kunda daryoga tushishni istaganlar ham yo'q. Sababi qirg'oqni timsohlar egallagan. Ko'prikda katta shov-shuv. Mana bu hodisani hamma video tasvirga tushirib suratga olmoqda. Бұл крокодилдерді көрүүгө канчалаган адамдар келди. Ачык жерде мындайды буга чейин көргөн эмесмин. Жада калса зоопарктарда да бирден экиден эле болчу эле. Жеке ушунчалык көп крокодил чыгыптыр. Алар кайдан келгенин да билбейбиз. Жамгыр жаганда гана суудан чыгышат деп билчү элем. Бирок азыр күн ачык эле да. Эмне болгону түшүнүксүз. Ekologlar esa ushbu hududda jami 300 ga yaqin timsohlar yashashini bildirishdi.
O'zbekiston poytaxtida moda haftaligi ochildi. Unda dastlab ko'rgazmani tarixiy bo'lishini xohlagan dizaynerlar 100 yil oldingi milliy o'zbek liboslarini qanday bo'lganini aks ettirishgan. Moda haftaligini ochilishida 19-asrning oxiri va 20-asrning boshidagi milliy liboslar namoyish qilingan. Bir qarashda ular sharq ertaklariga nisbatan yasalgan illyustratsiyalarga o'xshab ketadi. Biroq mahalliy dizaynerlarning fikricha o'sha vaqtlarda o'zbek ayollari mana shunday kiyinishgan. Tadbirga Farg'ona vodiysidan tortib Qoraqalpog'iston Respublikasi va o'lkaning turli hududlaridan dizaynerlar ishtirok etishmoqda. Oqayotgan suvni soniya ichida ilitib olsa bo'ladi. Buning uchun zamonaviy uskuna yasalgan. Insonlarning og'irini yengillashtirgan texnikani Batir Rahmatov 5 yil davomida ishlab chiqqan. Mazkur ixtironing o'zgachaliklari to'g'risida muxbirimiz hikoya qiladi. Jumrak va yangi texnika maxsus quvur bilan tutashtiriladi. Unda krandan oqayotgan 10 daraja issiq suv apparat yordamida soniyada 50 darajadagi issiq suv bo'ladi. Bu apparat asoschisi termometr orqali o'lchanadi. Bu issiq suv chiqayotgan uchuri. Yangi apparatni Batir Rahmatov 5 yil davomida yasagan. Mazkur apparat ionlashish yordami orqali suvni 2 barobarga tez isitib bera oladi. Aniqroq aytganda, apparat ichida to'plangan suvning 3dan 1 qismi harakatlanib, natijada soniyada yuqori darajadagi suyuqlikni chiqarib beradi. Yulgana o'lchamda bo'ladi. Hali mal o'lchamlar cho'ng'orlar azayib qolganda al жылулuk prosesi alınmaydi. Shuni ilmiy negizda taxtab, grafik bilan o'rnatib, eksperimentlarda jasab, statiyalarda chiqarib, biz ishonishda aytganimizni shundan. Suv isituvchi apparat yelimdan tayyorlanib, elektr energiyasiga ulash orqali ishlaydi. Lekin bu energiyaning kuchlanishiga bog'liq emas, shu bilan birga elektr energiyasini ham tejaydi. Mazkur xususiyatlari bilan apparat boshqa texnikalardan farqlanib turadi. Unga dalil qatori Qirg'iz patent joriy yilda maxsus guvohnoma bergan. Ошол журналисттик закондон башка дагы мыйзам бар экен деген, ошондой дагы закон бар экен деген биз теориялык жактан далилдөө менен биргеликте ошол мыйзамдын негизинде эгер иштеген болсо, ал түзүлүштөр, жылуу генераторлору эффективдиги бир канчасы чоң болушу мүмкүн экенин далилдейбиз. Hozircha suv apparati Qirg'izistonda bitta. Uni ko'paytirib sotuvga chiqarish uchun Batir Rahmatov sarmoyadorlarni izlamoqda. O'tgan oyda Rossiyada uyushtirilgan xalqaro ko'rgazmaga ham olib borgan. Unda uyushtiruvchilar apparat sonini ko'paytirib, bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarga sotish bo'yicha harakatlar ko'rilishini bildirishgan. Dastur yakunida ajoyib lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Niderlandiya yashovchisi endi xohlagan joyiga uchib bora oladi. Bu odam osmoto'rga uchuvchi moslamalar o'rnatib, samolyot kabi transport yasab olgan. Uni maxsus pult bilan boshqariladi. Uchuvchi buni 21-asrning uchar gilami deb aytmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz xayrli o'tsin, xayr-omon bo'ling.